Hammaga assalomu alaykum. Bugun 16 sentyabr 2025-yil. Sizlarga ham so'zlab beraman, ham videoda ko'rsatib beraman. Xudo xolasa, shu videomiz orqali siz yaxshi insonlar bilan yana bir savobli ishga qo'l uratim bo'ldik. Hozir yarım soat eldan kelib, so'zlashib, istoriyalarni hamma narsasini bilib, keyin bu videoni olib qarar etdim. Xudo xolasa, shu joyning ko'rinishi. Quyosh panel qurilib berilgan davlat tomonidan. Lekin hali qishda qurilgan ekan, hali podключение qo'shilmabdi bu. Joyning turishi shu. Qurbonboyev Sadulla ağamızın uyundamiz. Bu ağamızın necha yil vaqt bo'ldi bunga? 2 yil. 2 yil davomida shunday uyunda yotib, rengin qog'ozini ham ko'rib turgancha bir oyoq bu yerdan singan, bir oyoq bu yerdan singan. Shu sababli adam 2 yil davomida to'shakda yotibdi. Endi shunga Xudo xolasa siz u yaxshi insonlar tomonidan bir ko'maklaringiz kerak bo'ldi. Xudo xolasa videolar davomida ko'raverasizlar. Shu videomizda iltimos sizlardan yaxshi insonlarga qo'ldan kelgancha repost, istoriya, yaxshi insonlar gruppalarga jo'natib, shu like'larni bosib, ana shunday yetsanglar ham bizlar uchun katta yordam bo'ladi. Ekranda shu aytilganday shu karton nomerlarini qo'yamiz, telefon nomerlarini qo'yamiz. O'zimning nomerlarimni qo'yaman. Kimda kim yordam etaman deydi bo'lsa, yordam etib, chegin menga tashlasanglar ham roziman akalar. Chegin menga tashlasanglar ham men akelib ko'rsatishim mumkin. Ko'rsatmasam ham Xudoning yo'lida yetgan savoblaringiz qabul bo'lsin, Xudo. Aytganday videolarimizni maksimal tarqatib, repost, komment, istoriya, gruppalar, yaxshi insonlar hammaga tarqatib, shu ağamızı tez günlerдің içinde bizler jamoa bo'lib birgalikda yaxshi insonlar bilan 1 oy 2 oyning içinde oyoqqa turg'izishga harakat etaylik. Bugun barib shu rengin qog'ozga yana rengiga tushib doktorlar bilan gaplashib kelgan ekan, maksimalniy biroz pul kerak bo'ladi ekan. Shu pulni bir gün, 5 gün, 10 günning içinde yig'lab sirazi ağamızı doktorga yuborishga bizlar sababchi bo'ldik. Yaxshi. Sadulla, yana ko'rishdik-ku. Yana bir marta assalomu alaykum. Bir dardini bergan shifosini ham bersin deydi. Yani eldinde videodanki eldinden söyleşkenlerimiz sizge de derek konuşu oba, ağayın tuşkallar şu vaqtda şeli kolundan kelgençe kömek verip tuttular. Olarga da katta rahmet ayttınız hiç qaysından yani ödeydi bir narazıçılık yerim yok. Endi qaytaldamdan sizin özüngüzde yakınday ne ödeydi bir yürüyüge nege ihtiyaç bolgan üçün bugün qaytdan yine rengin qog'ozingizz, bugungi tushgan rengin qog'ozingizz to'g'rimi? Doktorlar Xudo xolasa belgilengen yankı aytılgan summani yığınak kesen ayakka turg'izib yurgizaman deding. İnşallah Xudo xolasa. Sebepçisi bizler, qag'ani Allah'dan deb doktorlar ham ana shunday deb qoldi. Ortamızda sebep men bu yerlarga keluvga de ortamızda bir adam var. Şu adam ham iltimos etib aytdi. Qag'an yaqinday qancha mel olib borib akelu doktorlar bilan so'zlashuv yankı nelerini ham o'z zimmasini olib turibdi, to'g'rimi? Faqat bizlarni qiynab turgan hozirgi pul muammamız. Pulumuz Xudo xolasa yana aytganda yaxshi insonlarimiz bizlarni ko'rsalar, elimizde, yurtimizda, mahallamizda ko'p tadbirkor yigitlarimiz, yaxshi ağalarimiz, ukalarimiz qo'ldan kelgancha yana aytilgan summamiz. Xudo xolasa может bir videoda, может 2 de sirazi yig'nalib, alingizda Sadulla yana aytganday ekranga o'zingizning karton nomerlaringizni qo'yaman, telefon nomerlaringizni qo'yaman. Shu yaxshi insonlardan iltimos, shu videolarimizni qo'ldan kelgancha maksimal tarqatib şu insanın Xudo xolasa ballarına baş boluğa, ya tez aralığında yaqinday derdingizga şifa tavıp, yani doktorlar aytganday sebepçisi bizler bolup, tig ayaqda yürüp ketip, kelgan vaqtida yürüp eldimizden chiqib kutib olib nasib etsin Xudoyim. Bu aytib o'tamiz, davlat tarafidan sizga hozir 1-guruh nagradlik, yani pensiyasi beriladi. Bu bilan bir ul bir qizimiz var, bir qizimiz turmushga chiqargansiz. Xo'jalik, yeb ichish, dori-darmon hammasi ana shu davlat tarafidan berilgan pulga aylanib turibdi, to'g'rimi? Endi faqat bizlar yordamni uchun so'rab turibmiz. Shu oyoq 2 yerdan singan, shu oyoqni davolash uchun. Shu gap ekranda telefon nomer, karton nomer, videomizda aytganday repost yaxshi insonlarga do'st uyaru hammaga jo'natib, like'larni bas, tina qancha komment ko'p yozsanlar, shuncha videomiz rekka chiqib, kimdir qayerga ehson etetun bilolmay o'tirgan odamlarga eni. Siz ham bizning savobimizga o'z hissangizni qo'shinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tez kunlarda Xudoyim yana aytganda yurib yurgan vaqtni videoga olib bizga nasib etsin. Hammaga rahmat. Shu yerda mana 5-brigadning ichida kichkinaroq yanday masjid qo'yimgarchilik bor. Shuning yanında ekan uyi sal ariqda. Sizlarga aytsam yaxshi insonlar bor. O'zim ham bir xil bo'ldim. Qo'ldan kelgancha iltimos sizlardan yordamlaringizni qo'yaman.
hazırcha aytıp durgan doktor bir aytıp durgan pulun bir o derejede bir kimler üçün bir ködem çıkar, kimler üçün azam çıkar bir o derejede bir ne deydi Xudayga asan deydi o yığnalatan pul eken de bir 2000 dollarday pul aytkan ekenler de şu tiklep yiberemiz Xuda kalasa doktorlarda. Şunun üçün koldan kelgençe iltimas sizlerden videomuzda repost etip yaxşı insanlarga tarqatıp iki kız bir ulu var eken anası kızları kichkina vaqtında, balları kichkina vaqtında kesel bolup, ulam jiger serrozu bolup qaytish bolgan eken. Atanın özü koldan kelgençe hareket etip iki kızın bir ulun şu kamalga yetirgen. Endi ayakka turup ballarım boy yetti degen vaqtında özünün iki ayağı yaqınday bir sınıp 2 yıldan beri. Şunun üçün iltimas sizlerden. Özümden bir xil bolup yaman terledim bar odum yaqınday. Ne boldum da. Videomuzda like basıp koldan geç story etip hammaga rahmat. Koldan kelgençe hazıraq şu ekranda turgan karton ömürlerge kolunuzdan kelgençe ayamayısılar degen niyettemiz. Bir insanın hayatga bolgan işançına siz ve biz sebepçi bolup şunday bir faydamız tiyse xursand bolamiz. Hammaga rahmat.